Assalomu alaykum va rahmatulloh. Jangchilar, tamojada shunday Qozog'istondan o'tib shunday kiryapmiz. Xush kelibsiz. O'zbekiston degan yozuvni ko'rib, o'z yurting, o'lan to'shaging, shu yerda qadring bor, shu yerda o'rning bor. Qo'shni, yaxshimisiz? Ko'rinmay qoldi, ishlaringiz yaxshimi? Tinch. Oilangiz tinchmi? Tinch. Chiqing bir piyola choy degan so'zlarni sog'indim 15 kun ichida chetda yurib. Bitta ikkita narsa yoqmasa, haqiqat yo'q, adolat yo'q. Ketaman o'sha yerda yashayman. Haqiqat yo'q bo'ladimi? Adolat yo'q bo'ladimi? Shu yerda o'rning bor, shu yerda joying bor. Sani joying shu yerda. To'g'ri, ketganlar bor. Muammo yo'q. Men ularni tosh otmoqchi emasman. Shunchaki o'zimni ichimdan his qilgan narsam. Musofirda yuradigan jigarlar agar til bilmasa borku, o'tda qadrsizlanar ekan. Buni borib ko'rdim men. Yurib boshimdan o'tkazdim. Ishlashga chiqyapsizmi chetga, обязательно til bilish kerak ekan. Til bilmoq, el bilmoq deb bekorga aytmas ekan. Musofirda yurgan jigarlarim, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Bilaman sizlarga oson emas. 15 kun musofirchida yurib, shunaqa ichimdan narsalar o'tdi. Sizlarga tushuntirib bera olmayman bu narsani. Shu joyimda, shu yerda meni o'rnim bor.